Ko'pincha meni bilmagan, tanimagan insonlar hayron qolishadi. Necha yoshsiz deb savol berishadi. Yosh ko'rinasiz deyishadi. Vaholanki yoshim 40 ga borib qoldi-da. Bunga sabab nima? Men hozir buni tushuntirib berishga harakat qilaman. Bir olimning fikridan kelib chiqqan holatda. Bu ayollarga maslahat o'rnida qabul qilsa yaxshi bo'lardi. Inson erta tongda uydan chiqayotganda erkak kishi bo'lsin, xot ayol kishi bo'lsin, 6 soniya turmush o'rtog'idan, ayolidan, eridan bo'sa olish kerak ekanda, yoki 20 soniya quchoqlashish kerak ekan. Обнимашка deydi rus tili bilan aytganda. Bu nima uchun kerak bu narsa? Buni olim kishi aytayapti-da, olim kishi isbotlayapti. 6 soniya o'sha bo'sa olgan paytingiz yoki quchoqlashib turgan vaqtingizda sizdan oksitotsin moddasi, ya'ni baxt gormoni ishlab chiqish boshlar ekan. Va o'z-o'zidan bu insonni birinchidan ko'p yashashiga turtki bo'lar ekan, ham yosh ko'rinishiga turtki bo'lar ekanda. Ayollarga maslahatim bo'lardi, kosmetologga borib, 25 yoshdan keyin inson tanasi kollagen ishlab chiqarish pasayadi-da. Va tabiiyki ajin tushib ketadi. Kosmetologga kollagen qo'ydirgandan ko'ra ko'proq shu erlar bilan o'pishib tursanglar, quchoqlashib tursanglar, kollagen qo'yish ham shart emas, kosmetologga ham borish shart emas. Tabiiy yosh va go'zal bo'lib yurasizlar. Buni olim kishi isbotlab berganlar.